kimda kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin. Kelib ketdi necha dunyolar, kuldi hayot, yig'ladi o'lim. Sendek qurbon bo'ldi babolar, ular ketdi, sen qolding tilim. Belanchaging uzra qoshqari, kuylab o'tdi buyuk navoni va navqiron yaproqlaringga dilqon berdi Navoiy. Ona yurt tuprog'ing ko'zimga surtay, jonimni qadayin dashtu cho'lingga, hatto tikoningga dostonlar bitay, chorlasang labbay deb chiqay yo'lingga. Shu tuproqning jon ayamas tarlonlari, burgutlari, kelinlarning dildoshligi, yor-yorlarning jarangidan, bosqinlarning bedodligi, buvilarning o'gitlari, do'mbiraning mungdorligi, dutorning ham tarangidan taralgan til ona tilim. Garchi zug'um qilganlarni yoqtirmadim, she'r yozimu bo'lak ishni qotirmadim. Tilim turib o'z tilimda gapirmadim. Bir eslasam eziladi bag'ri dilim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Kimlar uchun biz edik bir badaviylar, o'zbekni qon qaqshatganni o'zbek siylar, holimizni qon kuzatdi yassaviylar, topganimiz handalakdek tilim tilim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Qibray tuman axborot kutubxona markazi xodimlari hamda yosh kitobxonlari bugun Adiblar xiyoboniga tashrif buyurdik. Bugungi tashrifimizdan maqsad adiblarimiz va allomalarimizni tarixlari, ular haqidagi ma'lumotlarni yoshlarga o'rgatish, bosib o'tgan yo'llari hamda ularning ijodlariga bag'ishlangan edi.